Jodugarlar jangi syujet jihatlama eng qiyin anime bo'lmasa-da, uni ko'rish xronologiyasida biroz adish mumkin va buni hisobida hikoyani tushunish qiyinlashadi. 2020-yilda birinchi sezon chiqdi, 2021-yilda JJK 0 birinchi faslning taymlaynidan oldin bo'ladigan voqealar haqida, keyin 2023-yilda chiqqan ikkinchi sezondagi 5 ta qism, 0-film voqealaridan ham oldin sodir bo'lgan hodisalar haqida va nihoyat undan keyin 6-qism Jujutsu Kaisen'da birinchi sezondagi syujet tugagan nuqtadan davom etgan va mana shu 2026-yilda 3-sezon chiqyapti o'sha. Tan olinglar, agar sal e'tibor bermasanglar chalkashib ketish ehtimoli bor va shuni oldini olish uchun sizlarga kichkina shu instruksiyali videoni tayyorladim. Eng birinchi bo'lib albatta birinchi sezondagi 24 ta qismni ko'ramiz. Unda Tokio jodugarlik maktabidagi birinchi kurs o'quvchilari Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki ularni takrorlanmas karizmatik va Honorable Sensei, Gojo Satoru va shuningdek ular yuqori sinfdagi do'stlari Maki Zenin, Togi Inumaki, Panda va boshqa o'quvchilar, o'qituvchilar va yovuz personajlar haqidagi yaxshi zamonaviy fantasy, komediya, drama va slice of life. Uncha qiyin emas, to'g'rimi? Bu fasl qanaqa uzoqligini bilmaysizlar. Ha, mayli, keyin birinchi sezon tugatgandan so'ng srazu aytaman. JJK 0 ko'rmanglar va bu xronologik jihatdan xato va ko'p narsani tushunmaysizlar. Shuningdek, sezonning birinchi 5 ta qismini ko'ramiz va unda yosh Satoru Gojo, uni best of Rendosa Suguro Geto va shuningdek Shoko Ieri, Utahima Iori, Mei, Nanami Kento, Riko Manai kabi yaqin do'stlar va boshqalarning asosiy voqealardan 10 yil oldingi o'smirlik davri, Koji Fushigoroning antagonizmi va nima Satoru Gojoni Satoru Gojo qilgani va nima Suguruni shu yo'lgacha olib kelgani va kelajakdagi voqealarga ko'p muhim detallar qoldirilgan. Aytgancha, bu mana Jujutsu Kaisendagi eng sevimli arka. Ssenariy, dramaturgiya, personaj arkalari, munosabatlar, emotsiyalar va albatta vizual, musiqa va action bo'yicha jodugarlar jangidagi pik men uchun. JJKni absolut sinemasi. Va undan keyin Jujutsu Kaisen 0 moviesini yoqamiz va u yerda Hidden Inventory, ya'ni Saturn yoshligi haqidagi arkdan 9 yil o'tgan va asosiy syujetdan 1 yil oldingi voqealar bo'lib, Satoru allaqachon o'qituvchi, Suguru professional maymunlar heyteri va Yuta Kotsu nomli yosh yigitchaning afsungarlik yo'li, uni bolalik dugonasi Riko Arimoto bilan muhabbati va tragediyasi, shuningdek Maki, Umaki va Panda kabi personajlar bilan do'stligi va tanishuvi, shuningdek Gojo va Geto munosabatlari liniyasiga chiroyli yakun qo'yiladi. Shu bilan ikkinchi sezonga qaytamiz va undagi 6-qismni boshlaymiz va u yerda birinchi mavsum syujeti qayerda tugagan bo'lsa, voqealar o'sha joydan davom etadi. Yosh avlod oxirgi missiyasidan qaytdi, hali beri chill, svidaniyalar, kinolarga borib kelish va 2 qismdan so'ng JJKdagi eng mashhur arka Shibuya insident. Hech narsa aytmayman, ko'rmagan bo'lsanglar buni o'zingizlar ko'rishingiz kerak. Va ikkinchi sezondan keyin to'g'ridan-to'g'ri 3-sezonga quringlar. Hidden Inventory, Premature Death movie yoki Execution movielarni ko'rish umuman shart emas. Prosta kinoteatrlarga chiqarib, sal-pal pul ishlashga qilingan rekaplar. Shunchaki ikkita sezondagi ikkita arkani aytib berish. Srazu Cooling Gamesni ko'raveringlar. Aytgancha hozir rosa zo'r ketyapti. Bu sezon ham Maki Zenin klaniga qarshi chiqqan qism haqida o'zi eshitgan bo'lsanglar kerak, shedevr. Xullas, umid qilaman bu video sizlarga foydali bo'ldi va agar hali Jujutsu Kaisen ko'rgan bo'lsanglar, adashib ketmasligingiz uchun to'g'ri qo'llanma. E'tiboringiz uchun gigantik va galaktik rahmat. Kinoteatrda ko'rishguncha.